Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Men sizlarga Xalq bankidan biriktirilgan tanizimizga Burxon Shafar bo'laman. Xalq banki agenti. Sizlarga Xalq banki produktlarini tushuntirishga keldim. Ya'ni imtiyozli kreditlar chiqishi va boshqa turlar haqida sizlarga Dilbar ayol krediti bor tavsiya qilaman. Oilaviy tadbirkorlikdan chiqayotgan kredit bor. Oilaviy tadbirkorlikdan 10 million so'mgacha plastik kartaga olishlaringiz mumkin. 10 milliondan ziyod esa chorvaga va boshqa parrandalar nimalar sotib olishga 10 milliondan ziyod ta'minotchiga o'tadi. O'shanda olishlaringiz mumkin. Agar kambag'allik riskida turganlarga esa kambag'allikdan farovonlik sari degan kreditimiz bor. U ham ijtimoiy riskida turganlar uchun foizsiz beriladi. Notebook sotib olish uchun, unda ham chorva parranda sotib olish uchun bunga ariza topshirish esa oilakredit.uz orqali topshirishlaringiz mumkin. Agar kafil asosida olmoqchi bo'lsangiz, tadbirkorlik qilishga moliya ommabop kreditlarimiz bor. Minimum eng kichik summasi 10 million so'mdan, keyin maksimum 50 million so'mgacha olishlaringiz mumkin.